Bugun bu efirga bu insonni taklif qildik. Shuning uchun efirni boshlashga tayyormiz. Xosiyat shu yerdamisiz? Agar shu yerda bo'lsangiz, videoni yoqib boshlashimiz mumkin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Nazimxon. Yaxshimisiz? Ko'rinishlaringiz juda ham chiroyli. Sizni ko'rganimdan juda ham xursandman. Mana rahmat taklif uchun, e'tibor uchun, e'tirof uchun rahmat. Rahmat kelganingiz uchun. Bugun yig'ilganimizdan sabab ishtirokchilarimizga aytib o'taman, yana eslatib o'tgan Business Club a'zoligiga tushgan insonning tarixini, bu biznesda bosib o'tgan yo'lini, bundan tashqari aytganimdek, bu inson kompaniyamizning eng faol hamkorlaridan biri. Qachon ofisga kelmasangiz, bu inson tayyor, bu inson shast. Bundan tashqari bilsangiz kerak, bizda shanba kunlari Product Day, Open Day tadbirlarimiz o'tadi. Bu tadbirlarimizda ham eng faol, ham lider, ham speaker bo'lganlari uchun bugungi efirga taklif qildik. O'ylaymizki, bu insonning tarixini eshitish juda ham hammaga yoqadi. Xosiyat, sizga rahmat kattakon bugungi taklifimizni qabul qilganingiz uchun. Endi boshlasak ham bo'ladi. Endi birinchi bermoqchi bo'lgan savolim, o'ylaymanki, hammani bu qiziqtiradi. Chunki bu biznesda har bir insonning tarixi har xil. Shu so'ramoqchi bo'lganim, bu biznesga kelgan tarixingiz qanaqa? Nimadan boshlagansiz? O'zi qanday kelib qolgansiz tarmoqli biznesga? Assalomu alaykum, Greenway O'zbekiston jonli kanali kuzatuvchilari. G'oyibona ko'rib turganimdan juda ham xursandman. O'zimni qisqacha tanishtirsam, men oddiygina uy bekasi bo'lganman. Shaxsan mana bu sohaga kirib kelishimga mana bir eski qadrdonim, qo'shnim Nargiza opa ismli mani qadrdonim taklif qilganlar. To'g'risini aytsam, boshida taklif qilganlarida men ozgina nima deydi, bular kompaniyami deb to'g'risi boshida eshitgim kelmagan, lekin Zoom ilovasi orqali aynan hozir sizga o'xshab uyda o'tirib mana shu imkoniyat bilan tanishganman. Tanishganimda to'g'risini aytaman, tanishgandan keyin shu 6 oy yo'q bo'lib qolganman. 6 oy meni holi jonimga qo'ymasdan oxiri ofisga taklif qilganlar. Ofisga kelib ko'rganimdan keyin ofis meni hamkor qilgan desam ham bo'ladi. Ofis va ofisdagi insonlar, aura, bu yerdan chiqayotganini ko'rib, hamma insonlar shunaqa pozitiv yuribdi, hamma joyda qarsaklar. Men aytmoqman, bu nima, bu qanaqa joy? Juda ham menga yoqqan. Именно mana shu aura. Nima ish qilishni bilmayman, nima mahsulotlar borligini bilmayman, taqdimot o'sha esimda yo'q, lekin aynan mana shu insonlarning orasida bo'lish va mana shunaqa elitniy ofislarda ishlash menda xohishi paydo bo'lgan. Va rahmat aytaman, o'sha kuni o'zimga qaror qabul qilganimdan, to'g'risini aytsam, uyga borib xo'jayinim bilan maslahatlashganimda, xo'jayinim kategorически yo'q deganlar. Bu senga, bizga to'g'ri kelmaydi, umuman keragi yo'q deganlar. Lekin bilasizmi, men shunaqa sal quloqsizroqman. O'zi yoshligimdan beri adam qilmaydigan ishlarni qilaman. Xullas, shu ishni yana qildim va xo'jayinim bor pullarni bermaganlardan keyin xohish bor, bu haligi energiyaga kirgim kelyapti, mana o'sha insonlarning orasida bo'lgim kelyapti. Xullas, zira-yuzularimni sotib, hamkor bo'lganman. O'zim uchun, farzandlarim uchun o'zimga kerak bo'lgan mahsulotlarni olganman va mana shunaqa qilib, nima deydi, bu biznesda o'z ish faoliyatimni boshlaganman. Juda ham zo'r. Bu biznes o'ylaymanki, shunaqa qaysar insonlarni juda ham yaxshi ko'radi. Bu biznesda turish uchun, bu biznesning qiyinchiliklariga chidash uchun ba'zida mana shu qaysarlik, ba'zida mana shu yo'q javobiga chidamaslik kerak deb o'ylayman. Biznesni boshlaganingizda o'zi baribir endi har bir biznesni, har bir ishni qanaqadir balandpastliklari bo'ladi, qiyinchiliklari bo'ladi. Bu hech kimga sir emas. Bu biznesda boshlagan insonlarimiz ham balkim ba'zi bir o'sha biznesni qiyinchiliklarini o'rganib kelishayotgan bo'lishlari mumkin. O'sha biznes boshlaganingizda qanaqa boshida ba'zi bir xatolar bo'lgan, balkim o'zingizdagi qanaqadir qiyinchiliklar bo'lgan va ulardan bardosh berish uchun, yetish uchun nimalar qilgansiz?
Judayam quloqsiz hamkor bo'lganman. Sababi ustozlarim menga обучение berishga harakat qilishgan. Har doim meni yutug'im eng zo'r ustozlarning qo'liga tushganman. Lekin eng quloqsiz hamkor bo'lganman. Shuning uchun ham meni tarbiyalash juda ham qiyin bo'lgan. Menga treninglar, darslar berishganda men vazifalarni qilmasdim, treninglar eshitmasdim. Yana bitta narsa, mana bu biznesga kelganimda menda ego, bizda nima deydi, kibr deydimi, juda yuqori bo'lgan mana shu narsa. O'zimdan yosh bo'lgani uchun bir xil ustozlarimni даже mensimasdim, eshitmasdim. Hozir juda ham uyalaman, ustozlarimdan uzr so'rayman. Lekin boshida shunaqa qiyinchilik bo'lgan, чтобы o'qishni xohlamaganman, o'rganishni xohlamaganman, чтобы men hamma narsani bilaman, men bulardan aqlliroqman, menda shunaqa diplomlar bor, menda shunaqa pullar topganman. Xullas, mana shunaqa bo'lgan va eng yomon tomoni, agar sizda bilim bo'lmasa, agar siz shu bilimni olishni xohlamasangiz va tuppa men zo'rman deb boshlab o'z biznesimga nima deydi, oyog'imga bolta urganman, juda ko'p xatolar qilganman, aynan yaqinlarimga noto'g'ri informatsiyalar berganman. Informatsiya berganim sababi haligacha mana shu nima deydi, shu quloqsizligimni anonisini haligacha totaman-da, nima deydi, xatolarimni. Lekin bitta narsa, har doim pozitiv bo'lganman, doimiy bo'lganman. Men hozir xato qilganlarimni bemalol ochiq-oydin gapira olaman, chunki mana bu xatolar aslida yillar davomida sizga tajriba bo'lar ekan. Nimaga ertaga mani hamkorlarim, mani shogirdlarim aynan shu xatolarni qilmasligi uchun bu men uchun katta bir tajriba bo'lgan va hozirgi kunda u har bir keladigan hamkorimdan ham nimadir o'rganaman. Hozir stakanim polni bo'sh, hozir bunaqa kibrli emasman deb o'ylayman va menga bu yerda eng yoqqan tomoni shukr qilishni o'rgandim. Oldin bilasizmi, hamma narsadan nolli deydigan, menga bu kerak deydigan inson bo'lganman, lekin hozirgi kunda aynan eng baxtli insonligimni va hozirgi kunimga, har bir kunimga shukr etaman. Shukr qilishni o'rgandim, orzu qilishni o'rgandim, maqsad qo'yishni o'rgandim. Xursandman hozir shunaqaligimdan. Juda ham zo'r, o'zi xatolar haqida gapirish juda ham qiyin insonga. Biz shunaqa yaralganmiz, o'zimizni xatomizni tan olishimiz qiyin. Lekin bu biznes rostdan ham bitta eng o'ylaymanki eng kuchli, eng go'zal tomonlari shu insonni o'z xatolarini tan olib, o'z xatolarini ustida o'rganishni, o'z xatolar ishlashni o'rgatadigan biznes deb hisoblayman. Chunki bu biznesda juda ko'p vaqt o'tkazib, qanday inson transformatsiya bo'lganini juda ham ko'p ko'rganman. Nafaqat balkim hamkorlar, balkim xodimlar ham shu tomondan o'tadi. Xuddi shu protsessdan o'tadi. Shunaqa ishlar bor. Xuddi shunaqa ichki kechinmalar o'tadi. Endi kompaniyaning ichki bir bo'layotgan hodisalarini bir eslasak, yaqinda o'ylaymanki, barcha efirdagi mehmonlarimiz ham buni bilishadi. Yaqinda kompaniyaning 8 yilligi bo'lib o'tdi. Juda ham chiroyli, juda ham katta tadbir bo'ldi. Biz afsuski faqat efirni ko'rdik. Biz YouTube'da o'sha 2 kun bo'yi tinmasdan barcha o'sha bo'lib o'tgan har bir qadamini qarab o'tdik, lekin siz bu tadbirni efirda emas, bu tadbirda o'zingiz qatnashdingiz, bordingiz. Shuning uchun buni so'ramaslikning iloji yo'q. Qanday o'tdi tug'ilgan kun? Nimalar bo'ldi? Nimalar sizga esingizda qoldi? Qanday taassurotlar bilan keldingiz? Bo'lishing iltimos. Voy Nazokatxon, buni hozir nima deydi, ta'riflab berish uchun bilasizmi, til ojizlik qiladi. Men aslida shart emas borishim deb o'ylagandim kompaniya tug'ilgan kuniga, lekin bilasizmi, mana ustozlar bir gap aytdilar, agar siz mana shu kompaniyada rostakasm mehnat qilib, rostakasm ishlamoqchi bo'lsangiz, siz kompaniyani har bir tadbirida jonli ishtirok etishingiz kerak dedilar. Shu xo'jayinim ruxsat berdilar, bordim, lekin bilasizmi, alhamdulillah, o'sha kunga borganimga, o'sha narsaga yetganimga 10 mingta, nima deydi, 10 mingta inson
Men bunaqa live arenada bo'ldi. Moskvaga birinchi bor borishim. Men bunaqa tillarni zo'r bilmayman. Lekin shunaqa ham maza qildim. Uverенный bo'ldim. Aynan mana shu Moskvani tadbirida men endi tug'ildim deya olaman. Chunki haligi shunaqa katta masshtab endi nima desam ekan, ertagi konsert, ertagi artistlar, ertagi bilasizmi, yangi chiqayotgan novinka mahsulotlar siz birinchilardan bo'lib ko'rishingiz, eshitishingiz, uni xarid qilishingiz. Biz hali kompaniyani nima deydi, internet do'koniga qo'yilmagan mahsulotlarni ola oldik biz. Men juda ham xursandman, ustozimga rahmat aytaman, meni majburlaganlari uchun ham. Lekin u yerda dollariy millionerlarni, haqiqiy oddiy uy bekasilikdan, yo bo'lmasam oddiy malyarchilikdan, oddiy kirakash bo'lganini bilmayman. Sahnada yulduz, chek nomer 10, chek nomer 2. Men просто ularni ko'rib shok bo'ldim. Mana qatim kam, Xosef, sana qatim kam bulardan dedim. Lekin men kelajagimni endi aniq ko'ra oldim. Bilasizmi, maqsad qo'yamiz, orzu qo'yamiz, lekin vizualni uni tasavvur qilamiz. Agar uni siz hayotda ko'rsangiz, kimdadir ko'rsangiz, uni siz bemalol tasavvur qila olarkansiz-da. Va inshaalloh aniq bilaman, shu harakat qilaman. Shu yili Grand Master bo'lib, iminlar har bir значогimni kompaniyani tug'ilgan kunida olaman, Leonid Marginovdan olaman deb bir o'zimga shunaqa maqsad qo'yib keldim. To'g'risini aytsam, u yerda O'zbekiston, umuman 58 ta davlat, butun dunyodan hamkorlar kelgan. Va hammaga shunaqa yuqori sifatda xizmat ko'rsatyapti xodimlar. Men просто shok bo'ldim. Shu darajada azizsizki, kompaniyaga sizni shunaqa e'tirof qildiki, просто shokdaman. Leaders klubga kiradigan bo'lsangiz, agar siz Leaders klub hamkor a'zosi bo'ladigan bo'lsangiz, unda umuman boshqacha e'tirof. Tushunasizmi? Oddiy kirayotganda sizni registratsiyadan o'tkazayotganda o'zida siz Leaders klub a'zosi ekansiz deb sizni alohida bizga qo'limizga flaglar berdi. Paradda ishtirok etasiz dedi. Parad nima u? Qayerda ishtirok etaman? Men hech bola tushunmadim, to'g'risi. Shu parad ekan, shunaqa ekan dedim. Lekin bilasizmi, 10 mingtalik sahnada sizni e'tirof qilib chaqirib, Leaders klub a'zolari deb chaqirib, sahnada o'zimni videoga oldim, lekin o'sha yerda euforiyadan uchayotgandim, aytdi. To'g'risi nima qilganimni bilmayman. Lekin juda ham yoqimli ekan. Men hozir buni ta'riflab bera olmayman. Oddiygina uy bekasi uchun, yo'q bo'lmasam senga u mumkin emas, bu mumkin emas, qiz bolaga bu mumkin emas, bu mumkin emas deb men tipичный o'zbekcha oiladan chiqqanman. Lekin mana shu narsalarni his qildim, mana shu narsalarni ko'rdim. Bu Greenway Global bilan bo'ldi, azizlar. Mana barcha orzularim aynan mana shu kompaniyada hozir hamkor bo'lgan, faqat yaxshi, ijobiy yutuqlarga erishganman. Alhamdulillah, avvalambor Allohimga minnatdorman. Lekin o'sha yerda sahnada bilasizmi, nima kechdi ichimdan hozir ta'riflab bera olmayman. Albatta sizni o'sha sahnada yaqinlaringiz ham o'sha yerda sizni ko'rib turishini xohlayotgansiz, yo bo'lmasam komandamni juda xohladim. Ular bo'lish kerak edi, ular ko'rish kerak edi va har birini vizualizatsiya qildim. Inshaalloh, Xudo xohlasa, har bir hamkorlarim, oilaviy yaqinlarim mana shu sahnada e'tirof qilinadi va har bir e'tiroflarni asoschilarimizdan shunaqa katta sahnada olishni bir niyat qilib keldim. U yerdagi живой kitoblarni ko'rib keldim. Bilasizmi, u yerda GM5, GM3 bu bizning tilimizda bilasizmi, oyiga 250 ming, 350 ming dollar olayotgan insonlar, ular bilan shunaqa samishadi. Ularda hech qanaqa ego yo'q. Bilmadim, men bemalol tasavvur qildim va u yerda ikkita menga o'xshagan uy bekasi, oilaviy uy bekasi chiqib, shunaqa jetonimni tushiradigan menga gaplar aytishdiki, men prям yig'lab o'tirdim.
Senga motivatsiya kerak bo'lsa, mana bolalaring senga motivatsiya dedi do'stlar. Men hozir nima demoqchiman, har birimiz oila, onamiz, oilamiz borda, lekin siz orzu qilishga haqlisiz. Siz ham xuddi uy bekasi bo'la turib, bemalol mana shu harakatlarni qilib, shunaqa katta e'tiroflar olishingiz mumkin. Men gapirsam to'xtatib bo'lmaydi Nazokatxon, bu qisqacha. Juda ham zo'r, o'zim ham motivatsiya oldim shu aytgan gaplaringizdan. Rostdan ham zo'r, biz o'sha taqdirlash marosimlarini ko'rdik. Juda ham u ta'riflab bo'lmaydi rostdan ham so'z bilan, hatto efirdan ham sezildi uni masshtabi qanchalik kattaligini va kompaniyaning alohida promoushonlarini bajargan insonlarini kompaniya sezishi, kompaniya ularni e'tiroflashi, kompaniya ularni unutmasligi, kompaniya ularni har doim alohida qandaydir belgi bilan belgilab qo'yishi juda ham zo'r ekan. Rostdan ham kompaniya o'zi bergan promoutionni bajargan insonlar rostdan ham taqdirlar ekan. Bu juda ham zo'r. Endi balkim ishtirokchilarimiz orasida o'zi Leaders Club nimaligini bilmaydigan insonlar bo'lishi mumkin. Ya'ni Leaders kvalifikatsiyasini eshitishgan, Leaders statusi nimaligini eshitishgan, lekin Leaders Club nima ekan, uni qanday bajarish kerak ekan, nima afzalliklari bor ekan deb hayron qolayotgan insonlar bo'lishi mumkin. Ular uchun qisqacha aytib o'ta olasizmi o'zi nimaligini? Albatta. Leaders klubga hammalar kirishingiz kerak. Agar siz Greenway Globalda normalniy pul topmoqchi bo'lsangiz, albatta Leaders klubga kirishingiz kerak. Leaders klub bu nima degani? Siz lider unvoniga chiqqaningizdan keyin 6 oy, mana deganingizda siz Leaders klub a'zosi bo'lasiz. Bilasizmi? Nafaqat 6 oy hali Leaders klubga kirgan insonlarni hech qaysisini chekkan, unvoni ham undan tushib ketmagan. Va bu narsa uchun alohida e'tirof bo'ladi deb menga hech kim aytmagan. Lekin bilasizmi, Leaders klubda shaxsan siz bilan prezidentskiy sovet a'zolari suhbat quradi. Eng zo'ri sizga alohida e'tiroflar, alohida bizda o'sha kuni bo'ldi, alohida ryukzaklar berildi. Bu ryukzakimni juda ham yaxshi ko'raman, to'g'risini aytsam. Bunaqa kutilmagan sovg'alar, bunaqa paradlar sizni e'tirof qilishi, siz baribir chekingiz pastga tushmasligini xohlaysiz. Siz o'zingiz uchun prosta oyligingiz normal chiqishi uchun harakat qildim-da, lekin mana bunaqa e'tiroflar qilinadi deb men xayolimga ham keltirmaganman. Leaders klubga bir oddiy deb qaraganman. Maslahatim hech qachon bunaqa oddiy, chunki Leaders klub a'zolari har doim hamma narsani birinchilardan bo'lib biladi. Birinchi yangi mahsulot, aksiyalar, nima kompaniyada yangiliklar bo'ladigan bo'lsa, birinchi siz bilan bo'ladi va har hafta Leaders klubdagilar uchun yuqori turish kengash a'zolari, direktorlar tomonidan sizga doimiy tarzda o'qituv sistemasi qo'yilgan, o'qitib o'rgatib boriladi. U yerda alohida Leaders klubdagilar bilasizmi? Shunaqa bitta oila deymiz, ular aslida biz chatda ko'ramiz, yozishamiz, lekin mana bu yerda borganda Leaders klubda biz как bitta oiladek bir-birimizni quchoqlab, shunaqa xursandchilik va bizga alohida e'tiroflar, ryukzaklar va daji ikkinchi kunida bizga alohida вечеринка uyushtirib berdi. Bu вечеринкада hali Moskvada yashab, hali jonli ko'rmagan inson bilan bilasizlar, mana обожаю, yaxshi ko'raman uni. Xullas, mana shu eng zo'r top DJlar va imенно Dima bilan ko'rganim men uchun bir ajoyib kutilmagan sovg'a bo'ldi, to'g'risi do'stlar. Lekin mana bu e'tirofga kirish uchun siz albatta Leaders klub a'zosi bo'lishingiz kerak. Leaders klubga kirganimdan juda ham minnatdorman. U yerdagi e'tirof, hamma ichimliklar, nima xohlasangiz, u yerda raqqosalar, shou programmalar, hamma narsa siz uchun xizmat qilyapti. Siz mana narsani antga ham qo'yib qo'ymayapsiz. Men bunaqa e'tirofni to'g'risi faqat Greenway Globalda ko'rdim. Shuning uchun albatta hamkorlarimga ham va komandamizga va mana shu hozir kim eshitib turgan bo'lsa barchaga Leaders klubga kirmaganlar bo'lsa, albatta kirishingizni xohlardim. Undan keyin masterlar klubi bor, mana ustozlarim shaxsan master a'zo va mana shu masterlar klubini o'zini brasleti bor. Keyingi maqsadim masterlar klubi do'stlar, inshaalloh. Hammalar kirishinglarni so'rayman.
hammaga nasib qilsa rostdan ham to'g'ri aytib o'tdingiz. Ya'ni o'zi Leaders Clubni bajarish misol uchun kompaniya tomonidan majburiy narsa emas. Buni bajarsangiz siz o'zingiz uchun daromad qilgan bo'lasiz, o'zingiz uchun yanada ko'proq o'sishingiz uchun muhit yaratgan bo'lasiz. Lekin shu o'zingiz uchun harakat qilganingiz uchun kompaniya sizga qo'shimcha e'tiroflar berib boradi va aytganingizdek bu faqat boshlanishi. Leaders Clubdan keyingi GM klublari ham bor, Masters klublari bor. Ya'ni ularga ham tushish kerak. Ularni ham albatta e'tirof undan ham yuqori bo'ladi va aytib o'tganingizdek, Leaders Clubga tushgan insonlar treninglardan tashqari, e'tiroflardan tashqari ba'zi bir yopiq qanaqadir tadbirlarda, yopiq bazmlarda qatnashishi mumkin. O'zim ham ko'rib shunaqa Dima Bilanni konsertlariga, ya'ni вечеринкада Dima Bilan mehmon bo'lib kelganlari juda ham zo'r. Rostdan ham bu darajadagi xonandalar o'zi konsert kelsa, uni konsertga biletlari ham qimmat bo'ladi. Bizdan davlatlarga kelishmaydi ham. Siz kompaniyani e'tirofini, promotionini bajarganingiz orqali shunaqa bazmlarga tushasiz. Bu rostdan ham juda ham zo'r. Xursandmiz. Kiver ham keldi yerda. Ularda jonli aytyapti, jonli. U shunaqa o'ynab, shunaqa zo'r ta'riflashga til ojiz to'g'risi. O'zi sitseviklar dam olishni ham yaxshi biladi-da. Bayram qilishni ham juda ham yaxshi biladigan odamlar, bular tarmoqchilar. Shuning uchun o'zini haqiqiy sitsevikman deb bilgan insonlar albatta tadbirlarda qatnashing va kompaniyani hamma promotionlarini bajaring. Shunda siz eng zo'r tadbirlarda qatnashasiz. Endi Xosiyat, sizga bermoqchi bo'lgan savolim tarmoqli biznesni ichki yana anaqalaridan. Bu yerda balkim yangi hamkorlar ham bo'lishi mumkin oramizda. Ular balkim savol berayotgan bo'lishi mumkin. O'zi tarmoqli biznesda bilasiz, hammada ham o'xshamasligi mumkin. Lekin bu bizning biznesimizning aybi emas. Bu har bir sohadagi kabidek o'zini qanaqadir baribir qiyinchiliklari bo'ladi. Shu tarmoqli biznesda o'zi nima uchun hammada ham o'xshamaydi? Ular qanaqa xatolarga yo'l qo'yishadi va shu xatolarni yo'l qo'ymaslik uchun nimalar qilish kerak? Ularga nima maslahat bera olasiz? Ozgina yana kelish tariximga qaytadigan bo'lsak, qaytmoqchiman. Sababi bilasizmi, siz men o'zi aslida mumkin emas narsalarni, ya'ni bizga mumkin emas deyilgan narsalarni orzu qilganman. Orzuyingizga qaysidir yoshingizda bo'lsa ham erishar ekansizda. Aslida inson ko'proq narsani xohlashi kerak. Siz ko'proq narsani xohlang demoqchiman. Men yoshligimdan eng kutilgan farzand bo'lganim uchun, bitta qiz bo'lganim uchun adajonimman, odamlarni xullas juda erkatoyman. Hamma aytganlarimni qilib berishardi, lekin ma'lum bir chegaralar bor edi. Bilasiz, o'zbekchilik. Lekin rahmat aytmoqchiman turmush o'rtog'imga, meni hamma orzu maqsadlarim uchun, men o'zim harakat qilishim uchun menga har doim ruxsat berib, meni yonimda podдержка qilib turganlari uchun. Lekin, kстати, boshida unaqa bo'lmagan. Shuning uchun hozir yangi kelgan hamkorlar, agar sizda uyingizda turmush o'rtog'ingiz yo bo'lmasam yaqinlaringizda mumkin senga ishlamaysan shu sohada yoki kerak emas, yo bunda chiqa olmaysan, sen men xo'jayin shunaqa deganlar. Bu laxatrom, seni aldashyapti, bunaqa narsalar yo'q deganlar. Lekin mana shu yerga kelganimdan beri bilasizmi, juda ham men tushimga kirmagan sayohatlarni qildim. Viloyatlarga sayohatlar qildim. E'tirofdasiz, eng zo'r mehmonxonalardasiz, chet ellarda bu sayohatlar qildim. To'g'risi hamma insonga tilab qolardim. Men oddiy uy bekasi bo'lganman-ku. Uy bekasi nima qiladi bilasizmi? Eng zo'r g'iybatchi, eng zo'r seriallarni ko'rib o'tiradigan, seriallarni ketma-ket, turistskiy seriallarni ko'rib, emotsiyalarga berilib o'tirardim. Aslida har bir ayolda energiya bor, uni potensiallari bor, uni bilasizmi, ochilmagan qirralari bor, lekin mana shu qirralarni boshida men o'zimga o'zim bo'lmagan ofisdagilar, bu yaxshi gapiryapti, bu qilolmaydi deb o'ylagandik. Men qilolmayman deb aytgandirsiz. Aynan xuddi sizga o'xshagan bo'lganman. Men aytganman, men qo'limdan kelmaydi, men maktabda yaxshi o'qimaganman. Men bularni bilmayman. Menga emas xullas. Bularga aqlli bo'lish kerak, yo bo'lmasa bir narsa qilish kerak. Men bilmayman deganimda
bilasizmi, sizni qo'lingizdan bu yerda ushlab beminnat sizga trening beradigan, har bir yo'lingizni sham kabi yoritadigan ustozlar bor. Mana bu yerda sizni ustozlaringiz, sizni taklif qilgan ustozingiz, sizni undan yuqori turuvchi bo'lgan ustozlaringiz sizga har bir yo'lingizni yoritib boradi. Shuning uchun siz o'zingizga ishoning. Muhimi o'zingizga ishonch. Lekin men kelganda o'zimga ham ishonmasdim, to'g'risi. Men bilan ishlash, meni hozirgi darajaga yetkazish meni ustozlarimga juda ham qiyin bo'lgan. Ustozlarimga hammasiga rahmat aytmoqchiman. Boshida kelganimdan beri eng zo'r ustozlarga tushdim. Eng zo'r ustozlar meni ustozlarim bo'lishgan. Har birini hozir sanab o'tadigan bo'lsam, o'ziga vaqt yetmaydi, lekin hozirgi kunda meni shaxsiy sponsorlarim Nodira Rashidzoda va Abduvali Hasanboyev, O'zbekistondagi birinchi Grand Master ustozlarim. Bular mana oilada ham bir nafaqat biznes tomonlamada, sizni oilada ham sizga to'g'ri tarbiya beradigan, to'g'ri tavsiyalar beradigan va mana shu insonlar qo'limdan ushlab har bir sayohatlarga birga olib borishgan. Va undan tashqari siz har bir minayotgan samolyotingizni bu bilasizmi, biz ekipajimizda misol uchun sizni samolyotingizni kim boshqaryapti? Mana shunga albatta nima deydi, ahamiyat bering. Men tanlagan, men alohida nima deydi, ergashgan ustozim juda ham katta tajribaga ega. Mana Nodira Rashidzoda va Abduvali Hasanboyev 15 yillik stajga ega va ularda hamma narsa bor va meni eng yuqori turuvchi ustozim, men o'zim tan olgan, har doim havas qiladigan mana shunaqa insonlar komandamga kelishini xohlardim. Bu Shohjahon Navzullayevich. Mana shu insonga juda qattiq ishonib, aytganlarini qilib kam bo'lmayapmiz. Yangi hamkorlarga maslahatim, ustozingizni muhokama qilmang. Men har bir ustozni muhokama qilardim, uni kiyimi, yurish turishi, xullas, hidi bormi? Bitta gap, ustozingizni hidi yoqmasa ham uni qo'lini qo'yib yubormang. Bizda shunaqa gap bor. Ustozingiz har doim haq bo'ladi va har bir sohada sizga ustoz kerak bo'ladi. Nafaqat tarmoqli marketingda, lekin boshqa sohada ham siz imенно o'qiganingizdan keyin sizga ustoz kerak bo'ladi. Siz nima deydi, praktika qilishingiz kerak. Любой bitta hunar o'rganaman desangiz ham, yoki boshqa kasbga egallayman desangiz ham. Shuning uchun men ustozlarimga ishonaman va xursandman menda shunaqa ustozlar borligidan. Yangi hamkorlarga maslahatim, uzoq yillik katta maqsad qo'ying, xohlang, juda ko'p narsa xohlang va ustozingizni mahkam ushlang. O'zingizga ishoning. Lekin o'zingizga ishonmasangiz kechqisi yo'q, menga o'xshab sizga o'zingizga bo'lgan ishonchi, o'zingizdagi bor qobiliyatlaringizni ochib beradigan ustozlar bor. Zo'r, juda ham zo'r. Qo'shilaman gaplaringizga. Bu biznesda shu afzallik tomoni bor. Balkim qaysidir joylarida o'zingizning qo'lingizdan kelmaydigan ishni sizdan talab qilishsa, sizni qo'lingizdan olib, ustoz sizni oldinga olib borishi mumkin. Va xosiyat, juda ham chiroyli suhbat bo'ldi. Endi oxirgi bitta savolimni bermoqchiman. O'ylaymanki, bu savol ham hammani qiziqtiradi va bu savoldan keyin lotereya qismiga ham o'tamiz. Ketmay turasiz. Siz ham yutganlarni tabriklaysiz degan umiddaman. Oxirgi bermoqchi bo'lgan savolim, buni o'zim shaxsan o'zim ko'rganim uchun o'zim bermoqchiman. Siz o'zingiz aktiv bo'lishingizdan tashqari, sizni komandangiz ham juda ham aktiv. O'sha aytganimdek Product Day, Open Day'larda aktiv qatnashib keladi. Kompaniyani qanaqadir kichik bir tadbirlari bo'ladimi, offline tadbirimi, online tadbirimi, qo'lidan kelgancha maksimum aktiv bo'lishga harakat qiladigan, har doim ham liderini, ham kompaniyani qo'llab-quvvatlaydigan komanda. Shuning uchun so'rashim kerak, o'zi komanda bilan o'zingizni ishlashingizni qanaqadir uslubi bormi? O'zingizni qanaqadir balkim ichki tizimingizni qilgandirsiz. Shu haqida ham ozgina bo'lishsangiz. Alohida bir sirim yo'q. Lekin men erishgan hamma yutuqlar bu komandamniki. Bir o'zim, bu hech narsaga erisha olmaysiz. Biznesda man bo'ling deydigan bo'lsangiz, siz uzoqqa bormaysiz. Siz sizni doimiy sizga sodiq bo'lgan komandangiz bo'lishi kerak va alhamdulillah, bilmayman, ustozlarimni yordamida ota-onam doim duo qilishadi. Men doim ota-onamdan duo olaman va bilasizmi, bizni biznes munosabatlar ustida quriladi. Men doim aytadigan narsa,
mana shu yerga kelib, o'zi bitta qizman deb hayotda xafa bo'lib yurardim, lekin mana shu yerga kelib komandamda yoshlar bor, yosh kattalar bor. Yosh kattalar mani opam, yosh kichkinalar bular mani singlim, ukam, bilasizmi? Men harakat qilaman munosabat qilishga, komandam bilan samimiy. Agar siz ular bilan munosabat qilsangiz, biznesingiz вот hozir aytganimdek, biznes munosabatlar ustiga quriladi. Mana shu munosabatni mustahkam qiladigan bo'lsangiz, komandangiz bilan, hamkorlaringiz bilan-da komanda katta va ishonchli quriladi deb o'ylayman. Va hozirgi kunda komanda o'sishiga mani doimiy har doim aytganimni qilib, menga yordam berib, to'g'risini aytsam, men ko'proq ulardan narsa o'rganaman. Ular hozir ommaviy, zamonaviy, bu yoshlar hamma narsani o'rgatadi. Mana ulardan ko'proq narsa o'rganaman men aslida. Bu biznes shunaqaki, siz hamkorlaringizdan o'rganasiz, hamkorlaringiz sizdan o'rganadi va hozirgi kunda hamma komanda, bu ustozlarim mehnati va komandamning mehnati, har bir значогim bu komandam bilan birga qilgan mehnatlarimizni nima deydi, natijasi deb bilaman. Maslahatim albatta samimiy, qalbdan munosabat qiling. Agar siz insonlarni yaxshi ko'rmaydigan bo'lsangiz, yaxshi ko'ra olmasangiz, to есть boshqa kasb tanlaganingiz ma'qul. Biznesda biz insonlarni sevamiz. Biz pozitivmiz va o'zimizga o'xshagan pozitiv, o'zimizga o'xshagan insonlar keladi. Bor shunaqa qaysar hamkorlar bo'lishi mumkin yoki sizni tan olmaydigan ustozlarda hamkorlar. Aslida bu men. Chunki boya aytib berdim, men qanaqa quloqsiz hamkor bo'lganimni. Lekin vaqtlar o'tadi, hammasi nima deydi, iziga tushib ketadi. Muhimi siz doimiy bo'lishingiz va doimiy tarzda biz tarmoqchilar yengilliklarga moslashuvchan bo'lishimiz kerak. Mana hozir bizda marketingimiz yana ham yaxshilandi, yana ham o'zgardi. Tarmoqli biznesda ishlaydigan inson yengilliklarga tez moslashuvchan. Mana ustozim aytadilar, suv bo'ling deydilar. Suv bu hamma narsaga moslashib ketadigan inson. Do'stlar, har doim bilasizmi, oldingizdan chiqqan imkoniyatni aslida Alloh qilib bo'lsin, mana qilib bo'lsin, menga hech kim xo'jayin bo'lmasin, men bemalol hamma ishlarimga ulguray deb. Lekin Alloh kimnidir sababchi qilar ekan, mana shu orzularingiz ushalishi uchun. Shuning uchun agar siz hamkor bo'ldingizmi, ishoning ustozingizga, ishoning o'zingizga va samimiy bo'ling. Shunchaki siz samimiy bo'lib, agar munosabatingiz mustahkam bo'ladigan bo'lsa, menimcha komandangiz ham mustahkam bo'ladi. Chunki buni men ustozlarimdan o'rganganman. Har doim biz uchun e'tiroflar, promotionlar qo'yib, qayerlargadir olib boriladi. Mana bu yerdagi munosabatlar, olib borgan bizda sayohatlar sizni yana ham birlashib, yana ham bir oila bo'lishga nima deydi, o'rgatadi. Hozir bizda juda katta oilamiz bor, o'zimning kichkinagina bu burgutlar jamoasi bor, undan keyin bizning Victory jamoamiz bor. Biz u yerdan ustozlarimizdan energiya olamiz. Va bizning O'zbekiston bu Bevron jamoasi bor. Albatta biz bilan birga bo'ling do'stlar. Orzularingizga oson va tez yetib borasiz. Tarmoqli marketingda tez boy bo'lmaysiz, lekin aniq boy bo'lishi yo'li aynan bizda. Juda ham zo'r xususiyat. O'zi gaplaringizdan bir narsani sezdim. Siz komandangizga bu meni komandam, bu mendan pastda turadigan insonlar emas, bu meni hamkorlarim, bu birgalikda, biz birgalikda orzuyimizga boradigan insonlarim deb munosabatda bo'lar ekansiz. Balkim shudir, o'sha sizni qanaqadir o'zingizni bir izyuminkangiz, o'zingizni bir qanaqadir o'zingiz uchun qo'ygan qanaqadir bir prioritetingiz. Rahmat sizga kattakon bugungi efir uchun. Juda ham zo'r suhbat bo'ldi. O'ylaymanki, barcha ishtirokchilarimiz o'tirib o'zlariga tezis qildilar degan umiddaman. Endi bir kichik bir ishtirokchilarimizga ham bir sovg'amiz bor. Biz sovg'alarsiz keta olmaymiz. Bizning kompaniyamiz sovg'alar berishni yaxshi ko'radi. Tug'ilgan kunlarda ham, tadbirlarda, efirlarimizda ham shu bilimga chanqoq, bilim olishni istaydigan insonlarni rag'batlantirish maqsadida kompaniyamiz kichkina bir lotereya qo'ygan va shu lotereyamizni bugun g'oliblarini topamiz. Hozir sizga ekranimni ko'rsatishga harakat qilaman.
Aha. Ekranimda shu bizni lotereyamizga registratsiya bo'lgan insonlar ko'rishingiz mumkin. Mana bizni har bir hamkorimiz bu yerda ID raqamlari, ism familiyalari qoldirilgan. Bugungi lotereyamiz ishtirokchilarining soni 62 ta ekan. Lekin lotereyamizni bir sharti bor. Albatta lotereyada yutgan bo'lsangiz, siz efirda qatnashishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni lotereyada yutgan insonlarni hozir biz endi efirga chaqira olmaymiz, vaqtimiz chegaralangan, lekin mana efiringizda pastida поднять ruku degan knopkasi bor. O'shani bossangiz, siz efirga kirganingizni tushunib olamiz. Endi uchta ishtirokchini birinchisi, mana endi hozir bosaman, ko'rinmayapti shekilli. Azizlar, duo qilib turing, eng kulminatsion nuqta. Mana ko'rindi. Ikkinchi raqamli ishtirokchimiz, birinchi g'olibimiz ikkinchi raqamli ishtirokchimiz ekan. Ikkinchi raqamli ishtirokchimiz Komilova Gulnoza. Komilova Gulnozaxon, tabriklaymiz. Siz mana bizdan ajoyib bo'lgan sovg'ani qo'lga kiritishingiz mumkin, lekin agar shu yerda bo'lsangiz, iltimos qo'l ko'tarish tugmasini bosing. Biz sizni ko'rishimiz uchun. Tak, kutamiz, biroz kutamiz. Komilova Gulnoza, efirda bo'lsangiz, iltimos qo'lingizni ko'taring. Menimcha efirda yo'qlar, to'g'rimi? Xosiyat, ko'rmayapsizmi siz ham? Komilova Gulnoza ekan, niklari. Ko'plarda aloqa yaxshi emas bo'lib qoladi, boshida kirib o'tirishadi. Undan keyin alg uchun chiqib ketib qolishi mumkin bo'ladi. Agar shu yerda bo'lsangiz, iltimos qo'l ko'tarish tugmasini bosing. Afsus, bu yerda emas ekanlar shekilli. Afsus, biz keyingi ishtirokchimizga o'tamiz. Da, to'g'ri. Endi keyingi ishtirokchimiz 32 raqamli ishtirokchimiz ekan. 32 raqamli ishtirokchimiz Gulamova Muazzam. Gulamova Muazzam. Gulamova Muazzam opa, biz bilamisiz? Chatda bizani eshitayotgan bo'lsangiz, pastda qo'l ko'tarish tugmasi bor, men ko'rdim. Gulamova. Tak, Gulamova sherdalar. Sherdalar, ko'rdik. Bularga qanday qilib qanaqa sovg'a yetkaziladi? Sizni u kishini podarishni shotlariga, sovg'a hisoblariga kompaniya tomonidan pul tushirib beriladi keyingi periodning oxirigacha. Ya'ni Manda alohida bitta sovg'a bor. Buni faqat kommentariy qismida savollar yo'llagan, eng qiziqarli savollar yo'llagan ishtirokchini topib o'zim bermoqchiman. Albatta, chat tugagandan keyin kommentariy qismida o'zingizni savollaringizni yozib qoldiring. Eng yoqqan sovg'aga javob beraman va men tomonimdan duxiy erkaklar bo'lsa o'zlari tanlashadi nomerini, ayollar bo'lsa o'zlari tanlashadi. Men esa sovg'a qilaman. Juda ham zo'r, afsus men yoza olmayman, kommentariy xodimman. Mumkin bo'lganda yozardim. Juda ham zo'r taklif berdilar. Iltimos e'tibor bering, ishtirokchilarimiz zo'r sovg'a yutib olishingiz mumkin va ichingizda qiziqtirayotgan savolingizga ham javob olishingiz mumkin. Двойной sovg'a bo'lyapti. Tak, endi keyingi g'olibimizga o'tamiz. Keyingi g'olibimiz 45 raqamli g'olibimiz ekan. 45 raqamda bizda Munisa Yusupova. Munisaxon. Bizda hamkorlar menimcha bular. Yusupova Munisaxon, agar siz aloqada bo'lsangiz, chatda bizni eshitayotgan bo'lsangiz, pastda qo'l ko'tarish tugmasi bor. Shu tugmani bossangiz, biz sizni ko'ramiz. Xo'p. Munisa Nurmuhammedova. Bu yerdalar. Munisa Nurmuhammedova, to'g'ri. Niklari shunaqa ekan, to'g'ri. Efirdalar. Tabriklaymiz Munisa, siz bizni. Tabriklaymiz Munisaxon. Doimiy bo'ling. Albatta, o'z fikrlaringizni keyin yozib oling. Va keyingi oxirgi ishtirokchimiz do'stlar, randomizer bizga aniqlab beradigan oxirgi ishtirokchimiz 14 raqamli ishtirokchimiz ekan. Mana ekraningizda ko'rishingiz mumkin va tabrichamizga qaytamiz. Kim ro'yxatdan o'tgan ekan 14-bo'lib ko'ramiz. Jo'raboyeva Dilnoza. Jo'raboyeva Dilnozaxon. Biz bilamisiz Dilnoza opa?
Mana Jo'raboyeva D qo'llarini ko'tardilar. Aha, ha, ha. Efirda Tabriklaymiz. ekanlar. Dilnozaxon sizni tabriklaymiz. Bizning 3-g'olibimizsiz. Biz hozir efir tugagandan keyin bir kichik xabar yozamiz kanalimizga. PR akkaunt bilan bu yerga albatta yozing. Sovg'ani qanday olishingizni yana bir marta sizga aytib o'tamiz. Mana efirimiz ham nihoyasiga yetdi. Xosiyatxon sizga kattakon yana bir marta rahmat. Sizni bugungi efirimizda ko'rganimiz juda ham xursandmiz. Juda ko'p insonlar sizni so'rashdi va o'sha insonlar orasida juda ko'p liderlar bo'lishdi. Ya'ni liderlar o'zlari efirga chiqqan liderlar bizga chiqib, qachon Xosiyatni taklif qilasizlar? Xosiyatni bilimlarini, fikrlarini eshitmoqchi bo'lgan insonlar juda ham ko'p deb aytishdi. Shuning uchun sizga katta rahmat bugun kelganingiz uchun. Agar tilaklaringiz bo'lsa, hamkorlarga aytishingiz mumkin. Aha, xo'p bo'ladi. Rahmat Nazokatxon taklif uchun, vaqt ajratganingiz uchun. Azizlar, agar siz Greenway Globalda yangi hamkor bo'lasizmi, eski hamkor bo'lasizmi, shunchaki agar buni kasb sifatida qabul qiladigan bo'lsangiz, sizni shunchaki orzularingiz tez vaqtishtiradi. Lekin qo'shimcha deb qaraydigan bo'lsangiz, qo'shimcha pulni topib yurishingiz mumkin. Shuning uchun maslahatim, bunga jiddiy kirishing. Bu juda katta biznes loyiha va albatta hamma orzularingizga tez va oson erishasiz. Qachonki siz bu meni kasbim, Greenway bu man deydigan bo'lsangiz. Hozir meni shiorim aynan tug'ilgan kundan keyin Greenway bu man deyman azizlar. Sog' va salomat bo'ling, bizni kuzatishda davom eting. Bundan-da qiziqarli suhbatlar hali oldinda. Rahmat Xosiyatxon, hammaga ishtirok uchun rahmat. Barchani bizni keyingi efirlarimizda kutib qolamiz. Hammaga xayr. Kommentariya bo'limida azizlar bemalol yoki YouTube'ga chiqqandan keyin o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldiring va savollar bo'lsa, albatta men ularning ichida o'zimga yoqqanini bittasini tanlayman. Va savollardan tashqari savollardan tashqari bu meni shaxsiy o'zimning iltimosim, kichik bir minnatdorchiligingizni ham qoldirishingizni xohlardik bugungi liderimiz Xosiyatxon Adilova o'z bilimlari bilan bo'lishganlari uchun. Kommentariy izohlar bo'limida barchangizni kutib qolamiz. Barchaga xayr. Salomat bo'ling.